Ko'pchilikga qiziq, agar furani korobkasi ish ko'rsatib qoladigan bo'lsa, o'rtacha qancha rasxodga olib keladi? Buni hozir batafsil ustamiz o'zlari tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Euro 6 man ZEF korobka mashinamiz. Bu mexanika korobka. Bizga kelishlarining sababi siplena bosganlarida titroq paydo bo'lgan siplena pedalimizda. Bu asosan vijimnoy bilan vilkadan bo'ladi. Vijimnoyimizning narxi $90, vilkamiz narxi $50 dan bo'ladi. Ko'proq bu mexanika korobkani shopper akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Bu mashinamizni mexanika korobka bo'lgani sababi 5 dona palisi chiqib ketadi. Shu 5 dona palisni svarka qilib qo'yishimiz lozim. Endi bitta savol tug'ilyapti. Ko'pincha pervalga vizitga chiqqanmiz o'z biriga. Hop, ko'pincha pervalda ish ko'rsatadi mashinalar. Bunga asosiy sabab nima bo'ladi bu? Bunga sabab yoshroq shopperlarimiz tezroq chiqib qo'yishadi. Iloji boricha katta skorsda emas, pastroq skorsda chiqishlari kerak. Pastroq skorsda chiqishsa, mashinaning umri uzun bo'ladi. Shopper akalar, ko'pincha ko'p shopperlar vodiyga qatnashlar bilamiz. Agar furani ish ko'rsatib qoladigan bo'lsa, telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Ishlar albatta sifatli, barcha xizmatlar bor. Telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi.